Self study qilib writingingizni 7,5 va undan ham yuqoriga ko'tarmoqchisiz, lekin qanaqa qilib qilishni bilmaysiz. Keling, men sizga yechim beraman. Self study qilish jarayonida 3 ta onlayn mentor bor. Ushbu mentorlarni tekin resurslarni ko'rib, materiallarni o'rganib, analiz qilish orqali qisqa muddatda haqiqatda writingingizni 7 dan oshirishingiz mumkin. Self studyni boshlaganingizda birinchi navbatda IELTS examinini maslahat beraman. Sababi u birinchidan X-examiner va imtihondagi baholashni ichkaridan juda ham yaxshi biladi va qaysi holatda yoki qanaqa essay haqiqatda yuqori baho olish mumkinligini yaxshi tushunadi. Ikkinchi navbatda uni yondashuviga ko'ra essayni qiyinlashtirib emas, murakkablashtirib emas, balkim oson strukturali ishlatib, fikrni aniqligiga urg'u bergan holatda yaxshi bahoga essay yozishni o'rgatadi. Ikkinchi o'rinda IELTS Advantage'dagi Christopher Pellni maslahat beraman. Sababi u o'zini vloglarida ikkita narsaga urg'u beradi. Birinchisi idea generation, ya'ni ko'pincha essay yozayotganimizda fikr yetishmovchiligi ko'p bo'ladi va shunga yechimni u beradi. Ikkinchi navbatda task response'ga juda qattiq urg'u berib, o'shani qanaqa qilib qisqa muddatda tez oshirish mumkinligini tushuntiradi. Videoni ko'rib bo'lib, albatta videoga like bosib va kanalga podpiska qiling, sababi kelgusi videolarda ushbu 3 ta mentorni kitoblarini ketma-ketlikda qanaqa o'qish kerakligini men tushuntirib berishga harakat qilaman. Va nihoyat 3-bo'lib IELTS writingni maslahat beraman. Birinchi navbatda uni videolari yoki kitoblarda o'rganishimiz mumkin bo'lgan narsa bu writingda qanaqa qilib grammatikani zo'r o'stirish. Ikkinchi navbatda berilayotgan, ya'ni essaydagi argumentni qanaqa qilib oson va yaxshi va tushunarli qilib develop qilish mumkinligini o'rgatadi. Uchinchi navbatda eng keng tarqalgan narsa u o'zining vloglarida yoki kitoblarida mana shu yozilgan essaylar nimaga 8 dan balandligini maksimal tushunarli ravishda tahlil qilib bera oladi.